isitish tizimiga 250 million so'm ketgan Loradagi obyektlarimizdan biriga kelganmiz. Bu joydagi общий объем kvadratimiz 560 kvadrat. Bu joyda montajimizni Mahmud aka qilganlar. Mahmud aka bu joyda villon asosidan foydalangan ekan. Villon asosida nima qulayliklari bor aka? Bu o'zini o'zi sozlab biladi. Tok klaviati juda oz. 4 wattdan 6 wattgacha oladi. Ustalarga osonlik bo'lsin deb turib, bu yerda o'zini o'zi havo chiqazadi. Ya'ni sistemadagi havolani pomni o'zi обработка qilib, sistemadagi havolani chiqazadi. Bu joyda kotyor, EJ kotyordan foydalanilgan. EJ kotyor razmeri necha Mahmud aka? Hop 32 li, ikkita 32 li bosganmiz. Общий объемimiz 560 kvadrat. Hop, Mahmud aka, yana bir savol. Bu joyda ko'p suhbat qilamiz biz. Katenlikda yoki xonadonda ish boshlanganda qanday to'sqinliklar bo'ladi? Sizda qanday to'sqinlik yoki qanaqa muammo bo'lib qoldimi bu joyda? Ha, muammolar bo'ladi. Ish bor joyda muammo bo'ladi agar bilsangiz. Biz boylarni Delanskiy chaqirtirdik. 200 ligimizda, xonadonimizda 6 ta sanuzelimiz borligi uchun, keyin ko'p foydalanishimiz uchun biz zakaz berdik. Biz aytdik, bega sig'may qoldi. Ha, bega sig'may qoldi. Ha, sig'may qoldi. Keyin nima qildingiz? Hop, keyin bunga yechim topa bilishimiz uchun biz mana bu joyga ahamiyat bering-da siz. Bu porchkani biz kattalashtirdik, shu porchkani. Ochib, ha, o'zi buti bo'lgan xonadonni porchkasini? Ha, buti bo'lgan xonadonni o'zi porchkasini kattalashtirib bildik. Shu boylarimizni baqa olib kirishimiz maqsad. Proteram do'kon tomonidan sizga qanaqa podдержка kerak bo'ldi shu joy bitgungacha? Hop, bizni qo'llab-quvvatlashdi, maslahat qiladigan joyda tushunmagan narsalarimizga to'g'ri yo'l yo'riqlarni ko'rsatib bilishdi. Akalar, sizlarga ham shunaqangi sifatli katenli isitish qozoni kerak bo'ladigan bo'lsa, Mahmud akamning nomerlarini qoldirib qo'yamiz. Bemalol o'zingiz aloqa chiqib, bog'lansangiz bo'ladi. 100% ko'ngildagi qilib, kafolat holatda bitkazib beriladi. Boshqalarga ham tavsiya qilib qolasizmi aka? Albatta, maslahat qiladigan joyda maslahat berib, hamma to'g'ri yo'lni ko'rsatib bilishdi.